21 qism. So'radi. G'ani Lobandan mal zakaz qilay, tijorat qilay degandim deb shunda deb qo'ydim. Qatti chanmidi. Qaysar so'q kulimsirab qo'ydi. Shopur mashinani yo'l bo'yidagi hashamatlik bir dacha oldiga to'xtatdi. Qaysar shopurga pulni bergandan keyin mashinadan ehtiyot bilan tushdi. Endi qanday qilmoqchi bo'lyapsa? Avval kirib bir paranglashib chiqay. Lekin qo'l tekkizmayman. Mayli nima bo'lmasin, men beqib cho'ng qilganning hurmati bo'lmas. Sen mushiyat turibdi. Qaysar shundoq degach, dachining darvozasidagi elektronlik qo'ng'iroqni bosdi. Sajida darizdan beshin chiqarguncha tovladi. Kim? Men Qaysar. Sajida cho'chiguncha o'ylig'i yugurib chiqdi. Darvaqa eshik oldi turgan yigitning Qaysar ekanligini ko'rib, butun badan titrak bosgan edi. O dachidan chiqmayli so'radi. Memiga keldim. Sen bilan paranglashqili, eshikni Sajida Qaysarning o'zini bosh qo'yib etmaydiganligini aniq biladi. Agar eshikni ochsa, Qaysarning o'zini bo'g'ib o'ltirib qo'yishidan yoki o'ziga pichoq tiqib etishidan ansirab o'tadi. Har xil xiyollar uning kallasini agib o'tib o'tadi. Bo'la tez. Oş, yaxshisi ketaman, to'la odamni avar qilmay. Sajida shundoq degach, Qaysarning yeniga chiqmasdan darizni yepib o'tgandan keyin uyning tokini o'chirib o'tdi. Hamma ahvolni ko'rib turgan Akbar tortqincha Qaysarga qaradi. "Ha, mush qig'ininga." Qaysarning mushtimi ching'ida tugilgan edi. "Yura, ag'ina, yura. Bo'ldi, ketayli." Agar mening o'z opam demaydigan bo'lsam, "Oho, ag'ina, hamma odam kulib yashavermaydi. Oldirmaydi. Sajida odamning ko'rdigan kun tek oldida. Bo'ldi, mang." Akbar Qaysarni tortqincha elib ketdi. Qaysarning mushtimi ching'ida tugilgan edi. G'ayrat qil Qaysar. Bernon deb bo'lsa chida. Bir ish chiqib, turma kirib qolsang, hargiz Bernon topolmaysan. Qaysar o'z-o'zini shundoq deb bazlab o'tadi. Nima o'ylayapsan Qaysar? Hech nima. Bernoni cho'qim tepishim kerak. Biroq u qiz hech yer yo'q-kan. Onsam 15 kundan beri hech qanday izdirki bo'lmabdi-da. Yo'q. Bu mumkin emas. Qaysar ishonmagandek beshin chayqab qo'ydi. Soqchiga ma'lum qilib boqaylikmi ya? Men mo shuni o'ylagan. Mashina keyniga bir yondira. Qaysar shopur kishiga keynini ishorat qilib qo'ygandan keyin eg'ir o'qtardi. O mudahish shahar ko'chalariga qaraguncha o'z-o'ziga pichirlab o'tadi. "Omoq singlim, sen nerda?" Qaysar bu kechani shahar ichidagi bir mehmonsaroy ichida o'tkazdi. Atigandil sayragan yonfun ovozni anglab o uyqusidan cho'chib uyg'ondi. O ko'zlarini nihoyat tezda ochguncha ekran yuzidagi noma'lum nomerga biroz qarab turib o'tgandan keyin telefonni oldi. "Voy, kim o?" Qaysar bolam, bu men. Baharning yig'lamsirgan ovozdan Qaysarning butun badani titrak bosdi. Bir ish bo'lmasin yana deganlarni o'ylab ulgurgan edi. "Baharada nima bo'ldingiz?" Balam, dadangiz tunigun kech soat 11da. Nima dedingiz? Dadamga nima bo'ldi? Qaysar chochirg'incha o'rnidan turib ketdi. Ajal degan shu o'xshaydi balam.
Dadınız dönükün bir dostunun məsləhətçiyi ketken idi. Deyki kilipla qo'rsqam ağırıvatıdı deb qızıtqan bo'ldi. Sal qarab qapdı men. Bugün saat 4'le etrafını qarasam, allaqachon tiniqdan qapdı. Mümkün emas. Qaysarning qo'ldagi yonfon uning qo'ldan tushib ketdi. Ko'zlaridan taramlab yosh quyulyotdi. Texi yengla o'z dadisi bilan qayta diydorlashib, ko'ngli to'q yurayotganda dadisidan ayrilib qolishdek og'ir zarba uning ichini qattiq achchiq qilib etgan edi. Akbar nim bo'g'inni anqiramay darhol Qaysarning yeniga keldi ham uni silkishga boshladi. Adash nim bo'lding? Qaysar beshin chayqab qo'ydi. Ham chopinni kiyibla yotoq ichidan chiqib ketdi. Akbar yotoq ichida kannasining qolmaganligini jazmlashtirgandan keyin Qaysarning keynidan yugurib yotoqning eshigi oldida to'xtadi. To'xta. Sana nima bo'ldi deyapman? Men to'li gap qilsam, Akbar, dadam o'lib ketibdi. Men Urumchiga qaytishim kerak. Sen bu yerda turib Bernaning xabarini menga ber. Tepib beralsan, sen qanchalik desang, shunchalik bermasini rozi qilmay tushundingmi, adash? Chatoq yo'q, adash. Dadamning yotgan yer jannat bo'lsin. Qaysar beshin lang'ishib qo'yguncha yo'l bo'yidagi taksidan birini to'sdi. Ham darrov bir narsani esiga olgandek Akbarga burildi. Mening turmadan chiqqanligimni, dadamning o'lib ketganligini hech kim anglamsin. Jur'atkim dema. Bernaning ishlari son qoldi. Menga xabarni berishni unutmag'in. Oy, adash, ansirma. Qaysar dariza aynigini tushirgandan keyin sho'pirga aydan degancha ishorat qildi. Ikki oydan keyin Qaharning nazir chiroq ishlari o'rinlashtirilib bo'lgan edi. Ajal degan shundoq bo'lsa kerak. U tuyuqsizla shuncha tasaddibiy holda bahor shundoqla o'zining suyimli balchoqlaridan ayrildi. Qaharning butkul mol-mulki faqat Qaysarga miros qolgan edi. Yana azroq bir qismi Renaqqa miros qoldirilgan bo'lib, hatto Bernamo unutilib qolmadi. Qaharning o'limi Qaysarga shundoqla bor xonimga qattiq alam bo'ldi. Toki Qaharning 40 to'shmaganga qadar Qaysar bu yurtdan ketolmaydi. Shundoqla necha 10 yildan beri Qahar bilan uy tutib kelgan Bahorni yolg'iz qo'yib qo'yishga uningmi ko'ngli unmadi. Qaysar Urumchi turdi degan bilanmi Bernani izlashni izchil to'xtatmadi. Hatto Dilbar shundoqla Akbarlar bilanmi aloqa qilib Bernani so'rab turadi. Biroq hech qanday xabar kelmagan siri Qaysar shuncha tit bo'layotdi. U necha qitimlab g'oljiga berishni o'ylashgan bo'lsa-mu, Urumchidagi tijoratlar bara yurishib ketgachga uning g'oljiga berishini tasga to'xtadi. Akbarlar o'zining bu ishini yaxshi hal qila oladiganligini aytib, Qaysarni xeyli xotirjam qilib turadi. Bernaning ahvoli kundan kunga og'irlashyapti. Burnidan qon keladigan ishlar, put-qo'llar tortishib og'riydigan, kechalari yo'tilib uxlayolmaydigan, nafas yetishmaydigan ahvol kundan kunga og'irlashyapti. Berna o'zining yana ozli vaqt qolganligini yaxshi biladi. Berna, sizni xo'jayin chaqirdi. Berna bilan bir oshxonada ishlaydigan qiz shundoq degancha Bernaning yeniga keldi. Meni nima qiladi ekan? Men nadim bilay. Berna partuqni ehtiyot bilan ilib, ustal ustiga qo'ygandan keyin ustunki qavatdagi xo'jayinning ishxonasiga chiqdi. Ham eshikni chekishga boshladi. Xo'jayinning qarang degan ovozi bilan Berna eshikni ochdi-yu, oshxona xo'jayini bilan paranglashib o'tirgan bir qancha soqchini, shundoqla o'ziga ish og'irtish nazarda qarab o'tirgan Akbarni ko'rib, ko'zlarini tezda elib qochdi.
Qani, ichiga kiring. Berna eshikni yopgandan keyin bir chetga kelib o'ltirgach, savol nazarda oshxona xo'jayiniga qaradi. Berna degan siz bo'lamsiz? Berna o'zining endi hech nimani yo'shirolmaydiganligini bilgachga, amalsiz rost ahvolni oshkorlamasa bo'lmaydiganligini tushungan edi. Ha, men shu. Bir necha oydan beri mushashxonda yo'shirinib yuribsiz-da. Oilangizdagilardan kimlarning sizni izlab, sizdan qanchalik ansirganligini bilamsiz? Mening oilam yo'q. Mening burundilla oilam bo'lib baqqan emas. Berna shundoq degach, beshin to'van selib yerga qarab oldi. Oradan Bernaga bir xil ichi og'ritish nazarda qarab o'tirgan Akbar qopoqlarini turguncha kayishga boshladi. Oilam yo'q demsiz? Agar sizning oilangiz bo'lmasa, biz sizni izlab nima qilamiz? Biz dal sizning oiladagilaringiz. Kim? Sizmi yoki soqchilarmi? Siz yutib ketgandan buyon sizni qattiq ansirdik. Sizni qanchalik jabot izlab topganligimizni siz bilamsiz, ha? Mening bu yerdaligimni kimdan angladingiz? Akbar eg'iz ichib bo'g'icha oraliqda bir soqchi zard bilan Bernaga tikildi. Sizni bizning bir qancha tanishlarimiz ko'ribdi-kan, men xabar qilibdi. Ularning degani bo'yicha izlab keldik. Bo'lmabdimi? Berna Akbarning gapiga javob bermadi. Oradan yoshqa cho'ngroq kelgan egiz bo'yliq soqchi Bernaning usti beshi qarab etgandan keyin qo'shuvmisini turib qo'ydi. Qarang, bir chiroyli qiz bol turib qilyotgan ishingizni ota-onam yomonlab uydan chiqib ketgan bormi? Aytdi-va. Hozirgi yosh bolalarimiz. Sizga da'vatman. Mening opam yo'q. Meni bu yerda xotirjam kunimni og'il qo'yinglar. Berna shu gaplarni qilg'ach o'rnidan turdi. Berna, unda qilmang saqam. Rahmatli dadangizning ro'yi bo'lsin, qo'rilib qolmasin. Nima dedingiz? Berna quloqlariga ishonmagandek keyniga burilib qaradi. Dadangizning vafot bo'lgani 2 oydan oshdi. Dada? Berna lassida bo'lib qoldi. Butkul vujudini titrak bosdi. Mumkin emas. Ishonmayman. Berna beshin chayqadi. Tuyuqsizla beshi qattiq qiyib yerga yiqilib qoldi. Soqchilar jiddiylashguncha Bernani yudib doktorxonaga elib mengishdi. Akbar Bernaning xabarini berib qo'yish uchun yanfonni qo'liga ilib Qaysarga telefon qilgach, Bernani doktorxonaga elib mangdi. Bernaning ko'zlarini asta-asta ochilish bilan ko'z oldida g'uva ko'rinib turgan odamlarga qaradi. Hammalarning ko'zlari Bernaga tikilgan edi. Bernaning qo'llari asta-asta medirlash bilan tang Dilbar yig'lam sirg'incha Bernaning yeniga keldi. Ham yoshlarini surtgach, uning qo'llarini ching'ida siqdi. Jenim qizim, qanday ahvolingiz? Men yaxshi. Bernaning ko'zlaridan ixtiyorsiz yosh eqiyotdi. U yashang'irab turgan ko'zlar bilan atrofdagilarga texim yaxshi qaradi. Bir chetda o'zini tutolmay yig'layotgan Roziya, yana bir tarafda bir xil alam ichida o'ziga qarab turgan Jur'at, yana bir tarafda levini ching'ida tishlab turgan Ansar. Eshik tubida pushaymon qilguncha Bernaning yuziga tikilib qaramayotgan Sajida turardi. Opa, Dilbar opa, Jur'at aka, Roziya, hammanglar meni ko'rgil keldinglarmi? Bernaning ovozi titrab chiqyotdi. Biz seni yo'qlab keldik. Mendek tosh yurak onangni kechir bolam. Sajida yugurib kelguncha Bernaning qo'lini ching'ib tutguncha o'ngrab yig'lashga boshladi. Jur'atning chanoqlarimi qizirib ketgan edi. Siz qaysi salohiyatiniz bilan Bernani yo'qlab keldingiz? Bu yerdan yo'q qiling. Siz ona bo'lishga loyiq emas. Hammaga siz sababchi.
Cüret ochiqida Sojidaga qarab qo'lni shiltidi. Sojida hech qanday ifoda bildirmasdan yig'lab turardi. Uning chiroyidinmi qattiq pushaymon qilinayotganligi aniq bilinib turardi. Dilbar hech qanday ishga aralashmasdan bir chetda qarab turib-o'tadi. Asli men bir tosh yurak, loyaqasiz ona ekanman qizim. Men rostliqqa taqibdiman. Men G'ani bilan ahdila ajrishay, siz Ansar bilan. 22-qism. Bo'ldi bas. Ansar qo'lni shiltig'incha Sojidan to'xtatdi. Bo'ldi qiling. Siz allaqachon kechikdingiz. Yotoq ichini bir oz jimjitlik qopladi. Sestra qiz yotoq ichiga kirib, hammaylanga bir qo'r qarab o'tgandan keyin Bo'linglar, chiqib ketinglar. Hammanglar yig'ilib olsanglar bemorga yaxshi bo'lmaydi. Chiqib ketinglar. Mening Barnoga gapim bor edi, sizlar chiqib ketib turinglar-chi. Ansar shundoq degach chetga o'tib oldi. Dilbar bilan Sojida bir-biriga qarab qo'yishguncha roziyalarni elib, yotoq ichidan chiqib, koridorga chiqib o'ltirishdi. Ansar yotoqning ishkini yepib o'tgandan keyin kulimsirguncha Barnoning yeniga keldi. Ham o'rindiqdan birini tortib elib, kelgandan keyin uning yeniga qo'yib o'ltirdi. Barno, o gün kallam bak qalayım qan bo'g'ishqisini bir qacha sapdimi? Meni kechiring. Yo'q, Ansar. O kuni deganlarimning hammasi rost. Bo'ldi, meni oldimanga. Shu kun Madina hamma ahvolni menga deb berdi. Ahmaq. Mayli sizga qanday qilish bo'lmasin, sizni o'zim davoltiman. Bo'ldi, gap qilmang Barno. Mayli opangiz bilan dadam kunni eleyversin. İşkimiz ketayli. Bizni hech kim tonimaydigan, hech kim ko'nglimizga azor bermaydigan bir yer ketayli. Nim bo'ldingiz? Yana yig'layapsizmi? Dadam o'lib ketdi. Dunyolikdagi yolg'iz akamdan texmo shu chaqqicha xabar yo'q. Men kezilimni saqaytishni emas, balki dunyolikdagi shu birla akamni faqat bir qaytam bo'lsam ko'rib olgan bo'lsam, hech armanim yo'q edi, Ansar. Qaysar akangiz sizni izlab yurgani necha oylar bo'ldi. Uning gunohsizlik oshkorlanib turmadan qo'yib berdi. Dadangiz o'lib ketgandan beri Urumchidagi sodining to'xtab qolishida ansirab, g'oljiq kelanmay qolgan. Nima? Rasma? Akam qachon keladi? Barno quloqlariga ishonmagandek Ansarga burildi. Bayatın siz tepilibli Qaysarga xabar qildik. O Bahargul adam bilan yo'lga chiqadiganligini aytgan. Mushu bir necha soat ichida keldi. Hammamizni oromimizni qo'ymadingiz-ku shayton. Ansar kulimsirguncha Barnoning burnini chimdab qo'ydi. Barno yengil nafas olguncha doktorxonning so'g'uq tomlariga qaradi. Yaratquchi, meni oxir murodimga yetkazdi. Ansar Barnoning bilakchil xush bo'lib ketganiga qarab, uning kayfiyati ko'tarilib qolgan edi. Barnoning ko'zidan xushalliq yoshlari sirg'ib tushib-o'tadi. Necha yillardan beri tortgan judolik azobi uning qalbini laxt-laxt qon qilgan bo'lsa, Ansarning mush bir ig'iz gapi uning shu laxt-laxt bo'lgan yuragiga malham bo'lgan edi. Ansar yana nimandir demoqchi bo'ldi-yu, lekin yana bir yerlardan tortinganini aniq bilinib turardi. Barno Ansarning yana boshqa gapining borligini sezdi bo'g'ay, kulimsirguncha Ansarga qaradi. Bir gap bor deyman. Qayni degina? Sen bek tushunsa, biroq cho'qim shartimizga ma'qul bo'lsa. Avval deb baqa. Qara askilkin ma shaytonning. Shunda yaxshi gaplarni deb bersa-mi, bir tal shartimning hurmatan qimmat desa? Ansar ranjigandek yon tarafga qarab oldi. Voy ma'qul. Qayni degina nemish edi? Ansar
yanchuqidagi qizil rangli qutini chiqardi. Ham Barnaga qarab kulib qo'ygandan keyin quti eg'izini ochib, quti ichidagi qimmatboliq uzukni Barnaning nozik barmog'iga selib qo'ydi. Barna ko'zlarini yo'g'on ochgancha Ansarga tikildi. Barna, men bilan to'y qiling, ma'qulmi? Ansar, Bilma, yana mening keslim deb kasalni pesh qilib turib olsiz. Biroq sizni cho'qim davoltaman. Siz cho'qim saqiysiz. mening kezilim saqaymaydi Ansar. Barnaning gaplarimi qo'llashmay qilayotgan edi. U qo'lidagi o'zikiga qaragancha sukutga cho'mdi. Ansar qo'llari titrgan holda Barnani o'ziga qaratgandan keyin eg'ir bir uh tortdi. Barna, mayli siz saqaying, mayli saqaymang, men cho'qim hayotingizning eng oxirgi daqiqalariga qadar sizga hamroh bo'lishni tanladim. Nemishqa men tushunmaysiz? Buni bilaman. Biroq sen keyin boshqa bir qiz bilan. Ansar shu hamon qo'li bilan Barnaning eg'izini tutib oldi. Ham bo'sh ovozda: "Men faqat siz bilan to'y qilmay Barna. Siz bilan faqat bir kun yashag'idek ahvolda bo'lsa-mu, men yana niyatimni yanmayman. Menga ma'qul bo'lamdi. Men mushu holatimda qandoqmi? Avval to'y xitini elib, nikoh o'qitayli. Sizning chet elga elib chiqib davoltman. Biz chet eldan kelgandan keyin katta to'y qilsak bo'lar." Barna yig'lamsirg'ancha beshini lashdi. Biroq uning ko'zidan yosh yiqib tursa-mu, joyida o'xshashla tatli kulga chilminib turibdi. Aradagi sukutni yotoq ishigining chekilishi buzib tashlandi. Barna bilan Ansar tezla ishga qaradi. Ishikdan kirgini boshqa bir bo'lmasdan Barna necha yildan beri taqozolik bilan kutgan ham seg'ingan dunyodagi birdan bir yaqin odami Qaysar edi. Kipar puroqliq qabri. Aka, Barna ko'z oldidagi Qaysarni ko'rib qattiq hayajonlanadi. Qaysar qadamlarini tez-tez olguncha Barnaning yeniga keldi. Barna o'rnidan astag'ini qo'zg'alib, Qaysarni ching'ir quchoqlaguncha ovozini qo'yib berib yig'layotdi. Qaysarning ko'zlaridan ham hayajonning, ham xushalliqning ifodasi aniq bilinib turadi. aka, sendan qanchalik ansirganligimni bilamsan? Bilaman Barna, bilaman. Qaysar Barnaning beshini silg'incha uning yoshlarini surtdi. Ansar oqsonlarga daxl qilishni xohlamadi bo'lg'ay, o'rnidan astag'in turib, eshikni yopgancha chiqib ketdi. Bahor xonim bo'lsa, necha yildan beri bir-biri bilan didorlashamgan bu oqsonlarga qarab, ko'ngil nayt yerim bo'layotdi. Yig'lama Barna, tinchimon ko'rishdik-ku. Barna beshini ko'tarib Bahor xonimga burildi. Bahor xonim kelibla Barnaning peshonasiga netchini suyib ketdi. Ham yenish-yenishlab qo'llar bilan Barnaning yuzlarini sildi. Ahmaq qizim, sizdan qanchalik ansirdik, buni siz bilamsiz. Necha oydan beri sizdan ansirab hech qaysimizning ko'ziga uyqu bormadi. Meni kechiringlar. Bundoq bo'lishni o'ylamabdiman. Dadamni qazo qildi. Shundoq. Dadangiz qazo qilg'ili bir necha oy bo'ldi. Sizni cho'qim davoladiman, Barna. Bildingizmi? Barna tatlı kulimsirgancha Qaysarga qarab beshini lang'ishdi. Atrof bir xil illiq edi. Qaysar bilan Ansar Bahor xonimni aeroplan istansiyasiga olib qo'ygach,
yana doktorxonaga qaytib kelishdi. Baharning yana biror mezgil Bernaga hamroh bo'lg'isi babosimi, biroq ba'zi bir ishlar tufayli u tezla Urumchiga qaytib kelishga majbur bo'lgandi. Ansar bilan Qaysar doktorxona keyindagi bog'ichiga kelib o'ltirishdi. Ham bir necha botilka ichimlikni ko'tarishguncha o'z oldiga parongga tushishdi. Ular g'o'ljida yana faqat bir qancha kunlar tura oladi. Yana 3 kundan keyin chet elga chiqib, Bernani davolatishda nurg'unlagan planlar bor edi. Qaysar aka, seningcha Berna saqiyami? O'pkiroki boshqa kasalliklarga o'xshamaydi. Bernaning saqishida gap yo'q. Yeydigan rizqi bordi balkim. Shuni demamsa, yo'qshim bir necha oy ilgari Qori akam rahmatlik Bernaning chet elga chiqish rasmiyatlarini tayyor qilib beribdi-ku. Qiynalmaygan bo'ldik-a? Ansar og'ziga tegmay so'zlashga boshladi. Lekin Qaysarning chiroyidan bir xil mung aniq bilinib turadi. U tortib qo'yguncha beshini chayqadi. Sen bu rasmiyatlarni bejiribsan. Men-chu men chiqamaydigan bo'ldim. Mening rasmiyatlarim bitmadi. Bernan sen bilan yo'lga selib qo'ysam, men ishonmayaptimsa, Bernan sog'-salomat qaytirib akilishga imonim bilan va'da berma. Qaysi kuni Bernan bilan paranglashganda Ansar gapini to'xtatib oldi. Demamsa, nim bo'ldi? Uni qoyil qildim. Chet elga mengishdan burun to'y xetelib nikoyimizni bosib o'qitib turdigan, chet eldan qaytib kelib to'y qilib mahal jamoatni chaqirgan bo'ldik. Qaysar nim deyishni bilmadi. Faqat peshonasini ching'ida tutquncha cho'nqur xayolga patdi. G'am qilmag'ina, men bo'lsammi bor emasmi? Yura yotoqqa chiqayli. Kech soat 7 bo'ldi. Roziya bilan Dilbar bir chetda Bernaning kiyimlarini ratlab selyotdi. Sajida bir xil hasratlanish ichida Bernaga tikilib qaraydi. Bernaning butkul nafratlari endi butunlay g'oyib bo'lgan edi. Bu uningdan haddidan ziyoda oqko'ngillikmi yoki apuchanlikmi ish qilib o Sajidaning qilganlarini nihoyat tezla unutib ketdi. Jurat yotoqqa kirib hammaylarga bir qur qarab etgandan keyin sol nazarda Sajidaga tikildi. Olmasam G'anil obami chet elga birga chiqadi-ku. Mening pasportim bo'lgan bo'lsa, birga ep chiqim bor edi, biroq chiqiminingizni yaxshi o'tdi juma. Bernaning mushkiliga qo'yganingizni kimi bilmaydi. Hammaga butunlay ish qilibsiz sababchi. Jurat qo'llarini shiltig'ancha Sajidaga burildi. Uningcha Ansar bilan Qaysar yotoq ichiga tangli kirib kelishdi. Tayyor bo'ldingmi? Darhol qo'shilishib ol. Tezroq mang'ayli. Qaysar shundoq degash Bernaning qo'ldagi chamadonni elib, quluplarini taqashga boshladi. Berna hammalarga taksh qarab o'tgandan keyin so'zini boshladi. Aka, mening bir gapim bor edi. Faqat bir shartim bor. Qaysar chamadonni yo'lab qo'ygandan keyin Bernaga burildi. Agar bu qitimliq operatsiya o'ngishli bo'lib, men saqaysam bu yaxshi. Biroq men saqaymay qolsam, hargiz men sababli opamga azor beradigan ishlarni qilmanglar. U degan onalarning topinda farzand jannati bo'ladi debdigan. Men opamdan u dunyo, bu dunyo rozi. Bernaning ovozi titrab chiqyotdi. Qaysar keyniga burilib Sajidaga qaradi. Sajida texim ho'ngrab yig'ilgancha yugurib kelib Bernani ching'ida bag'riga bosdi. U shu topda o'zining Bernaga qilgan muomalasi uchun
o'kinayotdi. G'ani Loban eshik oldida turib hamma gaplarni aniq angladi. U shu topda Sajidaning qanchalik kechirgisiz ig'ir gunoh o'tkazganligini, o'zining Barnoga yuz kelanmaydiganligini o'ylaganda, o'zining mush chaqqa qadar faqat pul va boylik bilanla o'zini oliyjanob chaqlab kelayotganligini his qilyotdi. Endi mang'ayli Barno. Ansar ko'zlarini o'g'lig'incha Barnoning yeniga keldi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum suyimli anglovchi do'stlar. Biz bir qancha asarlarni ovozli qilib taqatgandan keyin turdoshlarining inkas alohida yaxshi bo'ldi. Shunga biz bu qitim Ipar Puroqli qabri nomli asarni huzuringizga sungan. Albatta kunda ikki qismdan ba'zakmi bo'laveradi. Afsus bizning xizmatdashligimiz yana ba'zida Misrana qizimizning kichikligi sababli uni o'qiltib etib, yarim kechada ovoz olib sizlarga davomli sunib, aran ulgurtiryapmiz. Bu bolaning shunaqanda ota-ona bo'g'ichilar buni obdan bilib deb qaraymiz. Shunga turdoshlarining bizga ikki qism ba'sanglar degan talab bak jiq kelyapti kunda. Ba'sak bo'ldi, lekin uzilib qolmay, mana shuni izchil qilish uchun bir qismdan ba'sak turdoshlar yana bir to'g'ri tushunsa degan bir umidim bor. Demak, endi shu talabni bak ortiq qo'ymasligini uchun ko'nglimizdan umid qilamiz. Buningda sizmi ko'ryapsiz, kunda nurg'un inkaslar kelyapti, tasdiqlayapmiz. Ardiqimizmi biraqla chiqib qo'yapti-da, shu inkaslarni ko'rgandan keyin. Shu inkas qoldirib, mana shu eng yaxshi inkasdan faqat 100 la tasdiqlandi ekan. Chunki ma cheklimlik uchraydi ekanda, inkas 100 dan ortiq inkasni albatta ko'rgani bo'lmaydi ekan. Lekin biz hamma inkasni oqibat ko'rib turmiz. Shunga biz bilan bir sirdishni, mungdishni o'ylaganlar shu inkas qoldirib qo'ysanglar degan umidimiz bor. Agar shu 100 cheklimi 100 bo'lmagan bo'lsa, uningdanmi ko'p qoldirayotgan ekan-da bizning qo'ldig'ichilarimiz, shunaqmi? Endi yana davomli deydiganimiz azur ko'pdir chiqib qoldi deb o'ylayman. Albatta mishada bizniki ovozli asarlarimizni anglab kelayotgan barliq anglovchi qarindoshlarimizga yana bir qitim chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildirib o'ynashni loyiq ko'rdik. Uning boshqa hamda qarindoshlar bugun hamda mush Ipar Puroqli qabri nomli ovozli asarimizniki eng oxirgi qismi bo'lg'achqa biz eng nodir bo'lgan 100 dona inkasni tanlab turib chiqarmoqchi. Shunglashqa do'stlarimizniki o'zining o'ylaganlarini astiga inkas shaklida qoldirib qo'yishni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Endi 100 inkasni chiqaramiz deganimiz boshqa inkaslar yo'qolib ketadi degan gap emas. Qanday inkas yozsanglar bevosita biz bilan sirdishalaysizlar, biz ko'rib turmiz. Endi vaqt cheklimlik tufaylidan xizmat aldirashchilik sababli biz hammalarga javob qaytarib qilib bo'lmaganimiz bilan, lekin o'qib turyapmiz. Endi mash asarga nisbatan qanday talab, fikrlar, bundan keyingi kutilgan orzu, umidlaringlar yoki mash asardan to'g'ri, mash asardan bir his qila olgan o'zinglarning dil bayonlaringlarni astiq inkas shaklida qoldirib qo'yishinglar uchun qalbimizdan umid qilamiz. Shuning bilan bu qatam anglatgan Ipar Puroqli qabri nomli asarimiz mush qism bilan to'liq oxirlashdi. Hammanglarga mehr muhabbat yor bo'lg'ay. Bu asar tugadi, ammo yana yangi asarlarni sizlar bilan yuz ko'rishtirish uchun biz davomli tirishchilik ko'rsatamiz, ham tirishimiz. Amsa asarlarimizda mung'dishayli, asarlarimizda sirdishayli. Xayr, xo'sh, omon bo'lg'aysizlar. 23-qism. Barno, mening umaq odishim. Tatliq navrisinglar. Raziya ko'z qiymagan holda Barnoni ching'ida quchoqlab qo'yib bermagan edi. Sajida bo'lsa Barnoning keynidan qaragancha o'zining gunohlari uchun qattiq pushaymon qilyotdi. Opa, Dilbar opa, Jurat aka, Raziya, hammanglar mendan rozi bo'linglar. Barno hammalarga ko'z qiymagan holda xo'shlashdi. Qaysar bilan Ansar Barnoni yo'liguncha mashinaga chiqarib o'ltirg'izgandan keyin hammaylar bilan xo'shlashdi. Barno mushu daqiqalarda o'zini qattiq baxtli his qilyotdi. G'ani Loban mashinaning oldida o'ltirgan bo'lib, dariza aynikidan Barnoga qarab qo'yguncha ig'ir bir tortdi. Barno o'zining ishki yonida o'ltirgan ikki odamga qarab qo'yib shuncha hayajonlanayotdi. Mashina nihoyat tezlikda ketib boradi. Mashina ichidagi hammaylar tatliq uyquga tushgan bo'lib,
Berna ko'zini ochguncha atrofga qarab o'ltiradi. Uning hozirgi holatida o'ri o'ltirishmi nihoyat qiyin kelyotdi. Barcha amal bilan ovozini teshib chiqarmaslik uchun terishyotdi. O'zining yan yo'tilib, ig'ir ham qiyin nafas ilib, ikki yanida o'ziga hamroh bo'lib o'ltirgan eng yaqin ikki odamining uyqusini buzg'isi kelmayotdi. Ular ko'zlagan manzilga oxir yetib keldi. Yarim kecha soat 5lar bo'lgan bo'lib, atrof xilli yo'rib qolgan edi. Berna atrofiga to'ymay qaraydi. Hayotidan o'zining barliq yaqin odamlardan ayrilib qolg'isi, ularni bundaqla tashlab qo'yg'isi kelmayotdi. Qaysarning aytib bergani bo'yicha shofirlar uni dachining oldiga akeldi. Qaysar mashinadan tushibla dachining qo'ng'irqini chekish bilan bar xonim yugurib eshikni ochdi ham Bernani yo'liguncha uyga elib kirib ketdi. Qizim, toza charchagansiz-da. Sizlarni qarmamdigan tayyor aeroplan tursa. Bernaning salomatligi yaxshi bo'lmasa, aeroplan chiqsa qanday bo'ldi? O'g'u shundoq. Siz chiqib aramag'ash turing, men o'xshitib tamoq etay. O'zimga qamay tayyor bo'ladi jumu gulim. Bahar xonim tatliq kulimsirguncha Bernani yo'lidi. Siz kiravering Bahar edi. Men Bernani hujursiga kirib qo'yib chiqay. Qaysar Baharni oshgan uy kirgizayotgandan keyin Bernani yo'lab birinchi qavatdagi xos mehmon boshlayga uyga elib kirib, o'rindiqlarni ratlik qilib raslab berdi. Siz orom elib turing, ha? Tong otganda paranglashayli. Aka, chiqib ketma. Mening uxlug'im yo'q. Döt qiz, bugun tushdan keyin chet elga mangsiz, yo'lda jafo chekib qolishingiz mumkin. Qaysar ilojisiz Bernaning yeniga kelib o'ltirdi. Aka, mushu daqiqalarda donoq bo'lgan bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi-ya? O'ylasamla azoblanaman. Mushu boyliq bizga nima elib keldi? Apam boyliqni deb dadamga yuzsizlik qildi. Dadam boyliqni debla Rinat ismli balasiga ko'ngil bilibmi qo'ymadi. Natijada u akash jamiyatga yomon bolalarning ta'sirida axtamakiga o'rgandi. Mushu boyliq bizni nurg'un nasllarımizdan ayirdi. Berna, jiq o'ylamang. Aka, men endi saqlay olamdim yo'q bilmadim. Lekin sana deydiganim ki to'y qilib bolajoq qiliq bo'lsa, mayli qandoqli ish bo'lmasin, bolalaringni yetim qilma. Dunyo ularni bizni azganga o'xshash azmisin. Boyliq va shon-shuhrat tufayli opamga o'xshash oxiri pushaymon qilishga, o'kinishga majbur bo'lib qolmayli. Bildim Berna, bildim. Undoq demagina. Qaysarning ovozi titrab ketdi. Vujudini tasvirliksiz ochiq azob chirmib oldi. Ko'zlaridan oqayotgan yoshlarni to'sishga amalsiz qilib Bahar xonim ishga yo'languncha ularning gaplarini quloq silib anglayotdi. Uning ko'zlari ixtiyorsiz nimdaldi. Atiganlik namoz vaqti. Qaysar bilan Ansar ishlarga tayyorlanayotdi. Bahar xonim oshxona uydan chiqib Qaysarning yonfunni uningga sundi. Nima qilma? Chat aliga chiqman, chiqsam bo'ladi deb yurmamdim. Necha kundan beri dadamning bir og'aynisi bilan aloqalashib yurib, tasdihal qildim. Yaxshimi, bir necha oy burun tayyorlik qilib ekanman. Oho, rasma? Qaysarning chiroyi birdilla nurlanib ketdi. Ha, sahardala u akaning uyiga berib akilib ol. Yo'q, bo'lmasmiki?
Avval to'y xatini ilib, imomni chaqirib, ondan nikoh qil bo'lmamdi. Ansar shundoq deguncha beshini tatlab qo'ydi. Rostla nikoh o'qitmoqchimisan? Ay, seni. Qaysar beshini chayqab qo'ydi. Voy balam, bo'pti degin, kim biladi? Barnaning kayfiyati bara-bara asliga kelib qolamdi texi. Shu emasmi? Ansar yejaygancha Qaysarga qaradi. Qaysar ortiq gap qilmasdan g'ani lo'ban bilan chiqib ketdi. Barno qaysi uyda jiddiy gap qo'ydi, xabarlantirib qo'yay deb kirgan. Bahor qo'l ishorasi bilan mehmonxona uyini ko'rsatib qo'yib, oshxona uyiga kirib ketdi. Barno uyining to'risi qarg'incha ko'zi uch qoldi yotadi. O Ansarni ko'rib beshini ko'tarmoqchi bo'ldi-yu, medirlamagan edi. Bo'ldi, medirlamagan Barno. Ansar chiroqni yoritgandan keyin gilamning bir burchiga kelib o'ltirdi. Nima o'ylayapsiz? Tezroq oramasangiz bo'lmamdi. Biroq uxlag'im yo'q. Mush uxlagancha mangulik uyquga ketishdan qo'rqadigan bo'lib qoldi. Akamni yengli topganda, texi sen bilan endi yangi turmushni boshlamoqchi bo'lganda, mening bundaqlik ketib qolg'im yo'q. Xudoyim buyursa uzun umr ko'rsa. Har bir duoyimni sen ba. Araz, o'rimchi kelishdim bir necha kun ilgari bir qancha aylam bilan aloqalashib qo'ygandim. Bugun atigandila to'y xatini deb nikahni o'qitib o'taylik-chu. Barno beshini ling'ishtib qo'ydi. Ansar ortiq gap qilmasdan chiroqni o'chirib o'tgandan keyin chiqib ketdi. Barnoning ko'ngli shu qadar yerim bo'lib o'tadi. Xuddi hozirla bu dunyodan mangulik qo'shilishidanga o'xshashlar. Barno ostog'ini o'rnidan turib, oshxona uyiga chiqmoqchi bo'ldi. Biroq nafsi qisilib, bir qadam yo'l mengishmi, shuncha tas kelib o'tadi. Bahor xonim oshxona uyidan yugurib chiqdi. Ham Barnoni tezli yo'lib oldi. Nega bormoqchi edingiz? Yaqindan beri ishlarimni qilamagan edim. Azroq o'zimning shaxsiy ishlarimni qilib olay. To'xtang, men sizni yo'lib olay. Bahor xonim oshxona uyda tomoq etish bilan aldirash edi. U shu aldirashchilikda bo'lsa kerak, Barnoning yeniga ko'p kirib ketamadi. U aralab Barnoga qarab qo'yapti. Biroq Barnoning ishlari hech tugmay qoladi. Bahor xonim qo'ldagi ishlarini tashlab qo'yib, yugurib Barnoning yeniga kirdi. Barno jimjit edi. Bahor qaytlab so'radi. Yana javob kelmagandan Bahorning vujudi eg'ir shurkinib ketdi. U yugurguncha Barnoning yeniga kelib beshini ko'tardi. Qop-qora ham buloqdek bir jup ko'zlarda uning ko'z yoshlari qetib qolgan edi. Bahor xonimning butun badani qonsirgandek shurkandi. Barno, ko'zingizni oching. Uninggacha ishik ichilib, Ansar bir necha imomni boshlagancha kirib keldi. Ham Bahorning Barno ko'zingizni oching degan ovozni anglab, yugurguncha ovoz chiqqan uyiga qarab kirib ketishdi. Darhol doktorxonaga opirayli. Bahor ovozni qo'yib etguncha ho'ngrab yig'lashga boshladi. Oradan yoshga cho'ngroq kelgan biri Barnoning allaqachon tiniqdan qolganligini sezgan edi. Amal yo'q. Qizimiz noyat yoshli ketib qopti. Yana biraylan shundoq degach soqilni seldi. Yo'q, mumkin emas. Barno
Sen ölüp ketmedin. Ansar etrafidagi odamlarni unutib, Bernoni ching'ida quchoqladi. Bahar xonimning ishongus kelmagandek beshini chayqab o'tdi. Darhol oqdokini ilib chiqinglar, enkini teng'itayli. Yana biraylan shundoq degach beshini chayqab qo'ydi. Berna, texi guldek bir qiz edingiz-ku. Yoshlik gulingizning birimi echilmagan. Chet eldagi dengiz okeanlarni ko'rishni orzu qilyapsiz-ku. Ah xudo. Nemishqa men bundoq ig'ir chaqchaq qilsa? Zodi nemishqa? Ansar atrofidagi odamlarni unutib, boqildab yig'layotdi. Uning butkul qalbi muzlayotdi. Ko'zlaridan yosh emas, balki qon eqiyotdi. Ishikdan to'liq xo'shal kayfiyatda kirgan Qaysarmo Bahorning qo'lidagi oppoq dokini ko'rib, hammani tushundi. Lekin ishongiz kelmagan edi. O ichkirki uydan chiqayotgan yig'i ovoziga qarab, yugurgancha kirib keldi. Darvaqa Berna allaqachon u dunyoga safar qilgan edi. Qaysarning ko'zlaridan boshqalarga o'xshashli taramlab yosh to'kildi. Qaysar taqdirning rehimsizligidan echinib-o'tdi. U qo'ldagi chatilga chiqish rasmiyatlariga qaradi, ham olqinda ching'ida siqqancha yosh ham kichiklik ketib qolgan singlisi Bernaga qarab unsiz yosh to'kib-o'tdi. Xotima. Berna o'lib ketganiga 35 kundan oshdi. Bernaning tuproqi Urumchidagi cho'ng zaratgohlikqa qotirib qo'yildi. Gerçi ayrilish azobi bir qadar qiyin bo'lsa-mu, hamma odamning buningga ko'nmay amali yo'q edi. Ansar Urumchining uzun turmasdan G'ulja qarab qaytib kelgan edi. Biroq go'zal ona diyori G'ulja Ansarga nurg'un go'zal ham achchiq-chuchuk aslimalarni qoldirib o'tdi. Ansar mayli nima ish qilmasin, uning ko'z oldiga faqat Berna kelib oladi. Ba'zida Berna bilan o'tkazgan har bir go'zal daqiqalar uning yuragini mujib o'tadi. Ansarning bu shaharda, bu tonish bo'lgan bu shaharda turg'is kelmadi. U barliq go'zal aslimlarni tashlab boshqa bir yurtlarga, o'zini hech kim tonimaydigan yot bir shaharga ketmoqchi bo'lgan edi. Ansar Chamidanni so'raguncha G'uljidan Urumchiga mangadigan poyezd biletini setib oldi. Ham vokzal ichiga kirishi bilan keyindan birining Ansar degan ovozi uni keyniga qarashga majbur qildi. Madina bilan Roziya yiroqdan Ansarga qo'lni palanglatib turadi. Yana texe Bernaning umoq pistikmi ular bilan birga kelgan edi. Sen nega bormoqchi Ansar? Nemish qilyapsan? Men yangi bir hayotimni boshlamoqchi. Men bu shaharda shundaqli Urumchida uzun turolmayman. Chunki har ikki yerda Bernaning simosi bor. Asli bir mezgil G'uljida tursang yaxshi bo'ladi. O'zing yolg'iz yashab, o'zingni texmi tugashtirib olasanmi? Men yolg'iz emas. Berna mengu men bilan billa. O yo'q. Ammo uning simosi menga o'shmaydi. Madina bilan Roziya nima deyishni bilmay turib qilishgan edi. Undaqda bu kichikni hergiz yiningdan ayrima. Bumi Bernaning yaldamisi bo'lsin. Madina qo'ldagi kichikni Ansarga sundi. Rahmat. Har ikkalariga ko'pdan ko'p rahmat. Ansar beshini ling'ishtirib qo'yguncha kuchukni yetilab ulardan ayrildi. Roziya bilan Madina xili uzungacha qo'lni pulanglatib Ansarning keyindan turib qilishgan edi. Bernaning o'limi Sajidani qattiq azobladi. U amdala hayotning asli pul
shundoqla mol dunyo bilan emas, haqiqiy insoniy mehr muhabbat bilan go'zal bo'lganligini tushunib yetgan edi. Berna o'lib ketib, bir oyga qolmayla u g'ani Loban bilan ajrashganligini aytib, o'zining yiroq sahrosidagi uyiga ketib qolgan edi. Biroq keyingi kunlarga borganda Bahor xonim Qaysarga: "Apingiz biz bilan birga tursimi bo'ladi emasmi? Men yolg'iz bir ayol kishi bu uyda zerikib qoldi ekanman. Apingiz kelsa birga turaylik." deganlik uchun Qaysar Sojidaning unmig'iniga qaramay uni Urumchiga qaytirib elib keldi. Qaysar ichidan opsiga bo'lgan cho'nqur nafrati bilan yashab kelgan bo'lsa-mu, lekin Bernaning ilgari o'ziga deganlarini o'ylab, Sojidani ilojisiz apu qilishga majbur bo'lgan edi. Biroq Sojida yana mushchoqqa qadar o'zining umrlik hijron azobidan qutulgani yo'q. Dilbar shundoqla Roziya jur'atlarga kelsak, ular yana G'ulchida o'zining ilgirki go'zal ham xotirjam oddiy sodda, ammo shunchalik ko'ngillik bo'lgan turmushini davomlashtirib meng'iyotdi. Qaysar shundoqla Sojida bilan orlab aloqalashib turdi. Bir qator ochiq saboqlardan keyin bu oila tinch ham xotirjam bir oilaga aylangan bo'lsa-mu, biroq bular orasidagi ipar kabi qalbi go'zal ham oq ko'ngil Berna hammaylarning orasidan ayrilgan edi. Bir yildan keyin Qaysar turmush ishki oldida Renatni saqlagancha qarab turadi. Necha qatamliq ochiq sotdan keyin Renat oxiri qo'yib berildi. Ular xuddi bir qo'saq akfukalardek quchoqlashib ko'rishib ketishdi. Qaysar mashinasini Renatning oldiga kelib to'xtatgandan keyin mashinaga chiqay degandek sharatlab qo'ydi. Renat kulib qo'yib mashinaning oldiga chiqib o'ltirgandan keyin mashinaga sapsilib qarab chiqdi. "Bo'lamdika? Gap ketmaydi-ku. Men turmada elib chiqqaniga rahmat." Qaysar kulib qo'yib gap qilmadi. "Opam men turmaga yo'qlab kelganda olsam, singling tugab ketibdi." "Ha, 10 kunning biri ichilmayli tugab ketdi desa. Singling to'y qilmoqchi bo'lgan yigit nada? Uni singlim o'lib ketib, bir oydan keyin ko'rdim. Uningdagi aloqalashamidik. Hayotmi yoki nima bo'ldi, hech nimani bilmayman." Qaysar shundoq deya tartib qo'ydi. "Ey bichora, bo'pti, ey. Hech qanday odam umr bo'yi tanho o'tmaydi-ku. Bo'chaqchi to'ymi qilib bo'lganda balkim. Singling ketib qolgan bo'lsa, nima akang bor-ku?" Renat shundoq degach, Qaysarning do'lsiga qachatlab qo'ydi. "Opam, sening opang qandaqroq? Opamga sanchig'ingizdan bir uy elib berdim. Yaqinda menga to'y qilmoqchi, birga turmiz. Bor odammi yaxshi turyotidi. 2 kunda bir yo'qlab turmiz. Opam bilan bak chiqishib ketdi degina." "Yaxshi gap bo'ldi. O'til bizning uyga boraylik. Opam tomoq etib qolgaydi. Bor odammi bizning uyda." Qaysar kulimsirab qo'ygunicha mashinasini yo'l bo'yidagi hashamatlik ham ko'rkam uy oldida to'xtatdi. Renat mashinadan tushgandan keyin ko'k osmonga qarab, cho'nqur bir nafas olgandan keyin uy ichiga qarab yurib ketdi. Tugadi.